Nasanga aytdim o'zi, Qodir mana shu urilgan mashinani olmaylik tirikchiligiga deb. Qachondan beri mana sotilmay qo'lni ushlab pulni zayin qilib yotibdi. Qo'yver, arzonroq bo'lgani uchun ko'proq pul qoladi deb oluvdim. Odami kelib qoladi, tiqib yuboramiz buni ham hozir. Ha, kesin ish qilib. Mahallada Akbar-u. Akbar. Hormaydi. Yaxshimisan? Abduqodir, o'zimsan? Sog'lig'inglar yaxshimi? Nima yuribsan? Bir aylanib, mashina qaragan tushdim. O'zi nima qilsizlar? Bizni tirikchilik shu yerda-yu anchadan beri. Qanaqa mashina qaryapsiz? Gentrami, Cobaltmi qaryapsiz? Mana kakras Cobalt motori bor o'zimizda bor. Kam yurgan. Nechinchi yil bu? Yili 2020. Kam yurgan, yaxshi mashina. Ko'r mana, kalitni olgin. Ko'rgin? Urilmagan toza mashinami? Voy, toza ayol kishi mingan. Ochib ichini ko'rgin. Salonlarini avtomat. Hidi kelib turibdi hali. 4000-5000 yurgan mashina probegi. Juda ham kam. Kraskasi yo'q. Xohlagan ustini olib kelib ko'rsatib ol. Notarius ham o'zimizdan. Qiynalib yurmaysan. Dokumenti, hujjati tayyor. Mashina yoqdi menga. O'z to'g'risini aytsam, yaxshi farqiga ham bormayman. Bir joy odamimiz-ku. Ishondim. Oldim emas shu mashinani. Barakami? Baraka. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Kalitni ol, komon, ketdi. Notariusga. Vohma qotuvding anu, kecha Cobaltni pulimizni tikib qo'yganmiz deb sotordim mahallada. Keladi klient dedim, urvoqdi, zo'r bo'ldi. Ha, yaxshi bo'ldi. Hormaylar. Abduqodir. Komon yaxshimisan? Kecha notariusdan keyin mashinani ustaxonaga olib boruvdim mukammalligiga. Hop, mashinani kraska bo'lmagan joyi qolmagan ekan. Men bir joyi odamimizda sallaga ishonib oluvdim mashinani. Shu topgan harom pullaringni bolalaringga olib borib yedirasanlarmi? Ishlaringni tezroq tavba qilinglar. Kasr farzandlaring urmasin. Mana shu videoni tanishiga ishonib mashina olib yeb qo'yganligiga jo'natib qo'yinglar.